Assalomu alaykum. Siz tadbirkorsiz, sizda mahsulot yoki xizmat bor. Mana shu mahsulot yoki xizmatingizni arzon narxga sotib, ko'p foyda ko'rmoqchisiz. Lekin ko'p foydani o'rniga kam sotilishini hisobiga biznesingiz shu yaqin orada yopilib ketishi mumkin. Bu foyda kam qolayotganligidan emas, mahsulot kam sotilganligi hisobiga. Ismim Alisher Namozov. 7 yildan beri tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, mahsulot yoki xizmatingizga hech qanaqa o'zgarish kiritmasdan turib, faqatgina narxini ko'tarish orqali ko'p sotuvlarga erishish mumkinligini tushuntirib beraman. Qani boshladik. Tasavvur qiling, sizda mana bu iPhone bor. Meni qo'limda 15 Pro Max iPhone bozorda o'rtacha $1000 narxi. Odamlar $1000 sotib olishdi, bu normal deb qabul qiladi mana shu telefonni. Endi qachondir telefon sotib olmoqchisiz, mana shu telefonni izladingiz, sizga $400 ga kimdir taklif qildi. $400 ga taklif qilayotgan telefonni katta ehtimol bilan sotib olmaysiz. Nimaga desangiz, $400 da o'ylaysiz, yo nimadir defekti bor deb o'ylaysiz. Mana shu mahsulotga nisbatan va narxga nisbatan shubha bilan qaraysiz va o'z-o'zidan boshqa magazinga kirishga majbur bo'lasiz. O'zingizni bitta analiz qilib ko'rsangiz, hayotingizda bir marta bo'lsa ham xuddi shunaqa bo'lgan. Endi bozorga, boshqa do'konga kirganingizda haqiqatda mana shu telefon $1000 turibdimi? Demak, bu yaxshi telefon ekan degan tushunchaga kelasiz. Sizga $100 chegirma qilib bersa, hech ikkilanmasdan shu vaqtda o'zida sotib olasiz. Chunki siz qabul qilgan narx bu $1000 edi. Odamlarda shunaqa tushuncha bor. Qaysidir mahsulotga nisbatan o'zlarini miyasida avvaldan qachonki sotib olishga borayotganda narx belgilab boradi. Demak, o'rtacha narx shunaqa bo'lishi kerak deb. Shu narxdan pastga tushdimi, albatta insonning miyasida unga bo'lgan, o'sha mahsulotga yoki xizmatga bo'lgan ishonch pasayib ketadi. Ikkinchi misol, yaqinda bitta IT loyiha yo'lga qo'ydik. Mana shu IT loyihani asl tan narxi $5. $5 xarajat ketadi. Endi biz o'yladikki, birga bir qo'yib, ya'ni $10 qilib qo'ysa ko'p sotiladi deb o'yladik. Lekin buni natijasi qanaqa bo'ldi deb o'ylasangiz, buni aksi bo'ldi. Odamlar birontasi sotolmas, sotuv juda ham kam bo'ldi. Biz o'yladikki, bu loyiha yurmaydi deb o'yladik, lekin mana shu tan narxi turibdi va biz mana shu yerda nima qildik? Narxni prosta $30 ga ko'tardik va odamlarga o'sha mahsulot $30 ekanligini tushuntirib berdik. Hozir ishoning, ana shu boyagi $10 sotilmagan tovar, ya'ni bizda IT xizmatimiz, ishoning ochirib. Shunaqa ko'p mijoz borki, biz sotib o'shani ulgurmayapmiz. Demak, bozordagi mana shu IT xizmatimizni odamlar qabul qilayotgan narxi $30 ekan. Biz boshda tushunmaganmiz, endi mana shuni tushunib, narxni to'g'rilab qo'ydik. Odamlar narx talashmasdan sotib olyapti. Qaytarib aytaman, bizda IT xizmatimizni tan narxi $5. Hech narsa o'zgartirmadik. Faqatgina narxini o'zgartirdik, $30 qildik. Sotuv o'z-o'zidan uchib ketdi. Yana bitta mashhur misol bor. Rolex soatlarni bilmagan tadbirkor inson bo'lmasa kerak. Xo'p, mana shu kompaniya bitta eksperiment o'tkazgan. O'zini taxminiy o'rtacha soatlari $10,000 ham bor, $20,000 ham bor, 100,000, 200,000 soatlar ham bor Rolex'da. O'rtacha $20,000 soatlarini ko'chada eksperiment o'tkazgan. 500 taxminan o'sha vaqtda menimcha $500 atrofida belgilagan. Ishoning, nechta odam sotib olgan deb o'ylaysiz? O'sha ko'chada sotilgan eksperiment bo'yicha. Deyarli sotib olmagan. Nimaga desangiz, odamlar Rolex'da qimmat soat deb o'ylaydi va taxminiy narxi 20,000 dan balandroq deb o'ylaydi. Bozor belgilagan Rolex narxlari demak 20,000 va 20,000 dan baland. Ko'chada eksperiment bo'yicha $500 ni odamlar nima deb o'ylagan? Odamlar shubha bilan qaragan. Yo, bu lyuks kopiya deb o'ylagan, original emas yoki nimadir muammosi bor deb sotib olmagan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mahsulotingiz zo'r, joy, lokatsiya zo'r tanlangan, yaxshi sotilyapti, reklamani zo'r qilyapsiz, lekin narxni noto'g'ri belgilash sababli sotuvlar ko'p bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bozorda tahlil qiling, mijozlarni o'rganing, sizning mahsulotingiz o'rtacha odamlarning miyasida nech pul turadi. O'shani aniqlab, o'sha narxdan kam belgilamang, xudo xolisa sotuvingiz uchadi. Videoning oxirida sizga kichik bir yo'l ko'rsatmoqchiman. Agar xizmatingiz yoki mahsulotingizni ko'p sota olmayotgan bo'lsangiz, prosta mahsulotingiz narxini
ko'tarib qo'ying, bitta sinab ko'ring. Xudo xolasa, mana shu qilgan ishingiz sizni sotuvlaringiz oshib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Sizda sotuvlar bilan bog'liq qanaqa muammolar bor? O'sha muammoni izohlarda yozing. Keyingi videolarimizda xudo xolasa birma-bir tahlil qilamiz.